Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana xudo xohlasa yangi torimiz ish jarayonlari, kosani figurasini ishlanishi. Bizda torli Ozarbayjon formasida bo'ladi. Mana ko'rib baho bersanglar, hali cho'rni, lekin mana dizayni shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hamma joylari mana kosani figurasi ko'rinish. Kamida mana shu kosalar 10 yillab quritilgan. Endi ish jarayoni. İçlari ham yupqalandi. Kosani umumiy og'irligi 1 kg 300 atrofida bo'ladi. Keyin dasta qo'yilgani bilan, boshqa ishlari bilan 1 kg 700-800 atrofiga boradi. 2 kg bormasligi kerak, shunda normada bo'ladi. Mana hamma joydan e'tibor berib qaraganda bir xil ko'rinishda kosani figurasi. Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa yana bitta yangi sadafli torimiz ish jarayoni boshlandi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bir qator Assalomu alaykum Chorqul aka. Sog'lig'ingizmi? Mana siz akasiz. Endi vaqt topib bir ko'rsatib dedim mana fikrlarni. Setganli maloshni mana torimiz. Kosalar ham sog' chiroyli bo'lib chiqdi. Mana joyni bezaklariga ahamiyat bersangiz, siz uchun mayda qilib ishlanadi. Bu oson narsa emas. Endi qarang aka, torning ustini qop-qora bo'lgan deganingiz, bundan ko'ra bu ham chiroyli aka. Hech qanaqa video qochmaydi mana. Chiroyli qilib yasalgan. Ham bu tushib qolmaydi. Qop-qora masalan tushib yo'qolishi mumkin. Quloqlariga e'tibor bersangiz, hamma joylari chiroyli bo'ldi. Kosa siz uchun sof materialda mana oltin rang bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Keyin aka, zarnikka biz yozdirardik. Uni nimalar yozib berardi? Zargarlarda apparat bo'ladi. Shu zargar akalarimiz yozib berardi. Ularni apparati ham buzilib qolibdi. Mana sizdan keyingi tayyor bo'lgan tor Vodiygada, bu Farg'onaga. Bunga ham yozdirish kerak edi, bunga ham yozdira olmadik. Apparat buzilgan, bu apparat paloncha so'mlik Xitoyning apparatida. Hozir shuning uchun stanok buzilgani uchun yozishni iloji bo'lmayapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz. Lekin mana hamma joylari shu siz qanaqa xohlagan bo'lsangiz, shunaqa bo'lib chiroyli bo'lib chiqdi. Sadaf ishlari ham o'ziga yarasha ko'p mashaqqat talab qildi. Mana bilisli sadafdan chiroyli qilib qo'yildi. Mana futlarlari ham shu malochniy
chiroyli bo'lib chiqdi. Qulflari ham kalitli. Mana bunun kalitlari bor, bemalol qulflab qo'yaverasiz. Assalomu alaykum, yana bir bor mana Chorokul aka, bu do'yam asos sida bu. Do'ga sozlasa bundan ham jarangli bo'ladi. O'zimga yasaganday qilib yasalgan bu tor.